Assalomu alaykum, hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanining chekka bir qishlog'idan bir ojiza ayol, men Bo'rigul Toshmurodova 2023-yil 28-dekabr kuni Qashqadaryo viloyat IBB SHXB ayrim xodimlari Temur Bayjanov boshchiligida meni soddaligimdan, ojiza ayolligimdan foydalanib, YPX xodimi Xoliyev Bunyod ustidan tuhmat arizasi yozdirib olib, uni ishdan bo'shatishdi. Aslida Xoliyev Bunyod men bilan hech qanday pul oldi-berdi qilgani yo'q. Buni isboti ekspert bilan o'tgan suhbatimiz ham isbotlab turibdi. Prokuratura xodimlariga ham bor haqiqatni aytib tushuntirish xati yozib berganman. Qilgan ishimdan afsusdaman, pushaymondaman. Sizlardan iltimos, meni soddaligimdan, qishloqi ayolligimdan foydalanib Bunyod Xoliyevni ishdan nohaq bo'shatganlarga qonuniy chora ko'rishingizni so'rab qolaman. Iltimos qilib so'rayman.